Karimida Alloh taolo aytayapti: "Sizlardan kim men gunohlarning mag'firat qilishga qodir ekanini bilgan bo'lsa, uni gunohini kechirdim. Parvo qilmayman. Modomiki shirk keltirmagan bo'lsa bu. Kim meni gunohlarni mag'firat qilishga qodir ekanligini bilsa, shirk keltirmagan bo'lsa-lar, men u gunohlarni kechirdim" deb aytadi Alloh taolo. Alloh azza va jalla duolarimizni ijobat bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun bizga duo qilishimizni buyurgan. Siz Allohga duo qilishligingizni o'zi bilan qulligingizni tan oldingiz. Allohga duo qilishligingizni o'zi bilan Allohni eshitib turuvchi ekanligini tan oldingiz. Siz Allohga duo qilishingiz bilan o'zingizni ojiz, Allohni qodir ekanligini tan oldingiz. Birodarlar, duo bu ibodat.